O'tgan videomizda bugungi kungacha yetib kelmagan kasblar, ya'ni yo'qolib ketgan kasblar haqida ma'lumot bergan edik. Bugun esa sal boshqacharoq. Haqiqatan ham yo'qolib ketgan, lekin yangi kasb paydo bo'lishiga sabab bo'lgan kasblar haqida gaplashamiz. Birinchisi ko'cha fotograflari. Yaqingacha ko'chalarda fotograflar yurib, insonlarning rasmiga olib, bir necha kundan keyin qog'oz variantda ularning suratlarini taqdim qilishar edi. Bugungi kunda esa foto va video studiyalarga borib, maxsus professional apparatlarda biz o'zimizning suratlarimizni tarixga muhrlab ijtimoiy tarmoqlarga joylashimiz mumkin. Ikkinchisi gazeta tarqatuvchilar. Ilgari har kunlik, haftalik yoki ma'lum bir vaqt oralig'ida yangi chiqqan gazeta sonlarini tarqatuvchi ma'lum bir kasb egalari bo'lgan. Bugungi kunda esa texnologiya rivojlanishi natijasida onlayn sayt muharrirlari yoki turli xil blogerlar yangi ma'lumotlarni, hayotimizda bo'layotgan o'zgarishlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali juda ham tezlik bilan bizga yetkazib berishmoqda. Uchinchisi proyektor operatorlari. Ya'ni kinostudiyalarga biz kino ko'rish uchun borgan vaqtimizda bu yerdagi plyonkalarni almashtirib, qurilmalarni maxsus sozlash uchun ma'lum bir kasb egalari bizga xizmat ko'rsatishgan. Lekin bugungi texnologiyalar rivojlanishi natijasida onlayn kinoteatrlar, turli platformalar yaratilgan va bu orqali biz uyimizda, divanda turgan holatda bemalol so'nggi chiqqan filmlarni mazza qilib tomosha qilishimiz mumkin. Ushbu ma'lumotlardan xulosa qiladigan bo'lsak, avtomatlashtirish, zamonaviy texnologiyalar, dasturlar bizning hayotimizdagi qaysi jabhalarni egallab olmayapti. Ya'ni bizning hayotimizga yangi bir qurollar, yangi bir marralarni zabt etishimizda ma'lum bir vosita sifatida mubolag'a bo'lmaydi. Siz ham o'z faoliyatingizda, biznesingizda avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etishni kechiktirmaslikni maslahat beramiz. Shu va shunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlarni kuzatib olish uchun sahifamizga obuna bo'ling. Salomat.